Greenleaf korporatsiyasining germanskiy Nidrich brendi ostida ishlab chiqarilgan yana bir ajoyib mo'jizaviy mahsulotlarimizdan biri bu Yiton kapsulalarimiz. Yiton aloy, mana bu aloy gulining kukunidan tayyorlanadigan kapsula bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bu asosan облегчение запоров deb yozib qo'yibdi. Ya'ni o'sha gemoroyni yengillashtirish, ich qotishini yengillashtiradigan kapsulalarimiz bo'lib hisoblanadi. Aynan mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Chiroyli dizayn. Ichida instruksiyasi ham mavjud. Mana shunaqangi holatda ruschada bor. Endi kapsulamizni o'zini ko'rinishi mana shunaqangi holatda 60 dona kapsula bo'ladi. O'zingizni holatingizga qarab iste'mol qilinadi. Bu asosan oshqozon ichak traktida, oshqozon yazvalarida, ichakdagi o'sha ich qotishlari yoki bo'lmasa qorin damlanishlarida juda ham ajoyib yordam beradi. Ya'ni o'sha ovqatdan keyin iste'mol qilinganda ovqat hazm qilishi bilan bir qatorda o'sha ich qotishini ham bartaraf etish xususiyatiga ega. Undan tashqari och qoringa iste'mol qilinganda oshqozondagi yaralar va har xil yazvalarni davolash xususiyati ham mavjud. Ovqatdan keyin iste'mol qilinganda o'zingizni organizmingiz ko'tarishiga qarab ichilganida esa ozdirish xususiyati ham mavjud. Undan tashqari organizmni ichki tomondan tozalaganini hisobiga yuzdagi, ya'ni teridagi barcha o'sha har xil toshmalar, husnbuzarlardan ham bartaraf etish xususiyati mavjud. Bilamizki, o'sha yuzdagi har xil toshmalar, husnbuzarlar nafaqat tashqi ko'rinishdan, balki ichkaridagi oshqozon, ichakdagi har xil muammolar yoki yetishmovchiliklar yoki qanaqadir kasalliklar sabab toshishi mumkin. Bu kapsulamiz aynan o'sha organizmni ichdan tozalashi oqibatida o'sha yuz terisidagi, nafaqat yuz, balki butun tana terisidagi har xil toshmalarni ham bartaraf etish xususiyatiga ega. Eng muhimi o'sha hech qanaqa zararsiz ajoyib bo'lgan mahsulot. Faqatgina yosh bolalarga, emiziklilarga, homiladorlarga mumkin emas. Qolgan barcha uchun zararsiz bo'lgan mahsulot. Faqatgina dozasini o'zingizni organizmingizga qarab o'sha belgilab olishingiz va ichishingiz tavsiya qilinadi. Mana shunaqangi kapsulalarimiz odatda kuniga ertalab va kechqurun ovqatdan keyin bittadan ichish tavsiya qilinadi. Bu yana bir marta takrorlayman, organizmning holatiga ko'ra. Oling, iching va mazza qilib sog'lom bo'lib yuring.